Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana Toshkent shahri Yunusobod tumanida Davron akam keluvdilar. Bizga soch ko'chirib o'tkazdilar. Mana oldingi holatlari, mana hozir 15 kunlik holatlari mana. Davron aka yaxshimisiz? Zo'r aka, kayfiyatim zo'r, hammasi cho'tki xudo xolis. Operatsiya jarayonlarida og'riqlar bo'lmadi? Bunaqa natijadan keyin unutaverasiz hammasini. Og'riqlar bo'lmagan, ha? Unaqa. Mana yengil keladiganlarga nima deysiz? Endi hamma o'zi uchun harakat qilish kerak. Hech kim birov uchun harakat qilmaydi. Xo'p, sog' bo'ling aka. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa bu 15 kunlik holati birinchi etapda polniy bu sinib tushib ketadi. Shok holatiga kelib, ikkinchi etapda 3-oydan boshlab yengil tolalar chiqazadi. Bu birinchi chiqazgan tolalar chaqaloqlarning sochiga o'xshab siyrak bo'ladi, juda mayin bo'ladi. Keyin oyma-oy qalinlashib, o'zingizni hozirgi chakkangizdagi sochlaringiz holatiga keladi. Xudo xolasa 8 oy, kimdadir 8 oyda, kimdadir 1 yilda shu holatiga keladi. Xudo xolasa o'ngga chapga bemalol tara olasiz.